Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Agrofakt kanalimizda sizni yana kutib olamiz. Bugun siz bilan 2025-yilda O'zbekiston sharoitida eng ko'p foyda beradigan 5 ta ekinni ko'rib chiqamiz. Bu ekinlar bilan yerda kamroq ishlaysiz, ammo daromad ancha yuqori bo'ladi. Shunday ekan, bu ekinlarni ko'rib chiqmasak bo'lmaydi. Tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Birinchi ekinimiz bu brokoli. Sabzavot bozorlarida narxi barqaror yuqori. Ko'plab restoranlar va eksport korxonalar talab qilmoqda. 1 gektardan 100 million 150 million so'm daromad olish mumkin. Bu ekinimiz sovuqqa juda ham chidamli, agrotexnikasi esa juda oddiy. Ikkinchi ekinimiz bu qora sarimsoq. Sarimsoqning maxsus fermentatsiyadan o'tgan shakli. O'zbekistonda yangilik, bozori juda katta. Dorivor xususiyatlar tufayli katta talab bor. Kam maydonda katta daromad, ya'ni bir sotixda 10 million so'm sof foyda qilsa bo'ladi. Uchinchi ekinimiz sizni hayron qoldirishi mumkin. Bu yapon rediskasi. Salat, sharbat va parhezda ishlatiladi. Tez pishadi, ko'p hosil beradi. Ichki bozorda narxi borgan sari ko'tarilib boryapti. To'rtinchi ekinimiz esa qora malina. O'ta foydali meva. Eksportga mo'ljallangan. Bozorda 1 kilosi 80 ming 100 ming so'mdan sotiladi. Yaxshi parvarish qilinsa bir tubdan 2-3 kilo meva olinadi. Va so'nggi ekinimiz esa dorivor giyohlar. Misol uchun lavanda, rozmarin, stevia va shunga o'xshashlar. Tibbiyot kosmetika va choy sanoatida talab katta. Lavanda va rozmarin quritilgan holatda ham eksport qilinadi. Ko'p yillik o'simlik, bir marta ekib 4-5 yil daromad olish mumkin. Hurmatli tomoshabinlar, ana endi siz qaysi ekinni ekishni o'ylab turganingizni kommentariyada yozing. Agar sizda foydali tajriba bo'lsa, uni ham baham ko'ring. Biz esa sizga trenddagi eng foydali agro maslahatlar bilan yana qaytamiz. Xayr, salomat bo'ling.